Jannat onalarni, ayollarni oyog'ini ostidadirlar payg'ambarimiz alayhisalom. Ayollarimiz bizni yarmimiz. Uylanganimizdan keyin iymonimiz butun bo'ladi. Qizlarimiz bizni dilbandlarimiz, ular sababdan jannatdagi maqomimiz ham yuksak bo'ladi. Biz mana shu tomonga demak e'tibor berishimiz kerakki, ahli ayollarimizga, singillarimizga, qizlarimizga doimiy holatda muruvvatimizni ulashaylik. Payg'ambarimiz alayhisalom zero aytdilarki, xiyarukum li ahlihi dedilar. Erkaklarning eng yaxshisi ahli ayoliga chiroyli gaplashadigani, chiroyli so'zlarni aytadigani dedilar. Alloh ham bunga buyurdi. Va ashiruhunna bil ma'ruf dedi. Ayollaringlar bilan yaxshi munosabatda bo'linglar dedi. Payg'ambarimiz alayhisalom hajjatul vidoda turganlarida ham, ey erkaklar jamoasi, Alloh sizlarni qo'l ostinglarga bergan ayollar borasida Allohdan qo'rqinglar dedilar. Ya'ni Allohdan qo'rqinglarki, chunki sizlar ularni Allohning omonati bilan halollab oldinglar dedilar. Ayoliga bitta yaxshi gapni gapirmaydigan, "Ey seni yaxshi ko'raman" deylik. Ayollarimizga "Seni yaxshi ko'raman. Onasi iloyim jannatlarda ham birgalashib bo'laylik" degan so'z aytilsa, o'sha yomon bo'lgan, qaysar bo'lgan ayollar ham sekin-sekin o'zini o'nglaydi. Bu borada biz erkaklar ham ahli ayollarimizga muruvvatli bo'lishimiz kerak, ularga yaxshi so'zlarni topib gapirishimiz kerak bo'ladi. Zero birodarlar, ayollar qulog'i bilan yaxshi ko'radi.